Omudan kesin ketdi mana balolar chiqadi hozir. Mana hozir Titanikda Baxtiyor akam ketyaptilar. Sovuq. Futbolkalarda ham soqatyapmiz o'zi biz. Kechib qaranglar. Ketishgar. Sana to'ylar yana otguncha. Aytdasan. Jinni bila bu ham. Ketaveradi. Ya yuring. Yore. Nari betyapsiz o'zingizcha. Ko'rajing degani. Naturi qo'rqmaydi ekan hech narsadan ketavergan. Ketaveradi bu. Biz jinni desam, u ya bizdan o'tgan jinni ekan-ku. Bo'ldi, u ketavergan. Ha, cho'pon bilan. Ey! Ey, mayroqqa yur. Ketyapti-da, u yoq ketyapti. Oqyapti-da, shuna oqim bor-da bu yoqqa. Ha, siz ishqaringiz. Bordimi mashhur nomer? Telefon qilib ko'rchi. Ha. Ana, telefoni kichkina telefoni Baxtiyor ekani. Cho'ntagingizda. Cho'ntagingizda. No'g'rini yozib oling. Yozib yubordim, puli yo'q ekan endi telefonda. Mashhurda. Bittantasidan olsa bo'lmaydi ekan. Telefoningga pul tushirib beraylik. Bilmadim. Sağ olasın. Çöktürdün mü tayini? Ey! Mayroqqa so'z, ey! Mashhur ko'tarmayman deb qo'ygan. Yo'q. Madem Noyam bittasi o'tkazsa bo'laveradi. Adres jo'natdi. Namoz-xonamizda 2000 rublga tashab berdi. Yo'q, 61 kilometr. kim aytdi 2000 rubl? 2000 ga tashab oshna deyapti. Mashhur. To'xtab, biz nima qilaylik unda? O'zimiz telefon qilaylikmi u akaga? Telefon qilib mashhurga telefon qilaverasiz ekan deylimi? Immuniza qilsa ekan deylimi? Nima deylik oshna? Chiqaq. Chiqaq. Baxtiyorga pul bormi buni? Bo'lsa ham bermasa kerak. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz?
Sardor aka sizmi aka? Aka uzr bezovta qildim. Mas'ul nomerini berib. Mashhur meni oshnam bo'lardi-da. Hozir sizga telefon qila olmayapti ekan, u imoningiz ham o'chayotgan, unda faqat internet ishlaydi ekan, antena chiqmaydi ekan-da unda. Shunga imoningiz yaxshi men o'zim gaplashaman deyapti. Biz o'sha mashhurda adresni hozir bizga tashlar adresni. Shu yerga tashab beradi, senlarni deyapti aka. Internet yo'q sizda? Hozir Mashhurga telefon qilasiz bo'lmaydimi? Telegramda yaqib tursangiz, unda hozir men telefon qilib internetda aytib yuboraman. Bo'lmasam aka, unda senlarni oldinga kelib adresni jo'natdim men. Mashinasiga o'tirsang, o'sha adresga olib borib qo'ysam, men kutib olaman deyapti-da. Bo'laveradimi aka? Xo'p. Men jo'nataman aka sizga hozir adresni. Qanaqa jo'nataman sizga? Internet yo'q ekan. Nima tushib ketdi? Oldi aka. Buyuna amana telefoniga, ini ish aytsin telefon ekan. U tugalashmaydi, cho'zilgan narsa, Baxtiyor. Nima deyapti? Oshna telefon qildim. Sardor aka ekan, menman aka dedim. Shunaqa emoji qilib bersa ekan, mashhur gaplashaman deyapti. Biz o'sha adresga tashab bersa ekan aka desam, "Uka, menda emo yo'q-ku, menda hozir WhatsApp bilan Telegram bor ekan." deyapti. "Hozir qani aka gaplashaychi" desam, "Bo'laveradi-ku, adresni tashlagan bo'lsa sizlarga menga ham tashlaychi, men adresni ko'raychi, olib borib qo'yaveraman, esli shu" deyapti. Nima qilaylik, tezroq anaqa qilib adresni yozib olasiz, hozir jamshid telefoningiz yo'q. Tipdan kamera.